Jonli efirdamiz. Siz Mahalla telekanalida Mahalla tongini tomosha qilyapsiz va dastur avvalida aytganimizdek 26-sentyabr Davlat xavfsizlik xizmati organlari xodimlari kuni sifatida nishonlanadi. O'z navbatida biz aynan soha vakillarini chin dildan muborakbod etamiz va sana munosabati bilan Davlat xavfsizlik xizmati ansamblini taklif etganmiz va mana shu ansamblning ajoyib ijrosidan hozir bahra olamiz, keyin akalarimiz bilan suhbatlashamiz. Marhamat, bayram muborak bo'lsin. Hayot kurash demak, goh oshkor pinhon. Bu kurash muqaddas, kurash do'stginam. Asl farzand uchun ham g'urur ham shon. Elim deb yurtim deb yashash do'stginam. Hayot mazmuniga aylangan millat. Mehrimiz ham teran, turfa alvoyi. Buyuk bobolarning shahdi zo'r ibrat. Kerak bo'lsa qilich tutgan Navoiy. Farzandim ham vatan, onam ham vatan. Hech kim so'ra olmaydi xalqimga soya. Millat qayg'usida tunlar bedorman. Xavfsizlik xizmati safida borman. Millat qayg'usida tunlar bedorman. Xavfsizlik xizmati safida borman. Adashganni to'g'ri yo'lga solmoq bu, va lekin xoinni kechirib bo'lmas. Elga xiyonatni oqlab bo'lmas hech. Xiyonat dog'ini o'chirib bo'lmas. Farog'atdan kechib, rohatdan kechib, mardu maydon bo'lib yurmoqlik sharaf. Saflarga qo'shilgan izdoshing kuchib, millat iqbolini ko'rmoqlik sharaf. Farzandim ham vatan, onam ham vatan. Hech kim sola olmaydi xalqimga soya. Millat qayg'usida tunlar bedorman. Xavfsizlik xizmati safida borman. Millat qayg'usida tunlar bedorman. Xavfsizlik xizmati safida borman. Xavfsizlik xizmati qo'riqlash bo'limi ansamblining yigitlari, akalarimiz, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat, biz sizni suhbatga taklif qilamiz va mamnuniyat bilan men mana shu akalarimizni tanishtirib o'taman. Orifjon Yusupov, Anvar Dehqonov, Muhriddin Ahmedov, Sardorbek Abdusalomov, Abdulaziz Mahamboyevlar, men ikki nafar sozandamizni ham qo'shib aytdim. Xush kelibsiz. Yana bir marta bayram muborak bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamasdan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari kuni yurtimizda xizmat qilayotgan xodimlarimizni avvalambor tabriklaymiz. Sharafli va mashaqqatli xizmatlarida hamisha omadlar tilab qolamiz. Salom. Barcha safimizga turgan safdoshlarimizni bugungi bayram bilan tabriklab qolamiz. Yuragida muhabbati bor, vatanga sidqi dildan xizmat qilayotgan barcha insonlarni bugungi bayram bilan tabriklab qolamiz. Yurtimizning olis hududlarida xizmat qilayotgan barcha davlat xavfsizlik xizmati xodimlarini chin yurakdan tabriklaymiz. Ajoyib. Sizga ham yana bir marta bayram muborak bo'lsin deymiz va Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ansambli. Ana shunda to'g'ri bo'ladi. Nomi shunaqa. Mana shu ansamblga
qaysidir ma'noda qabul qilinishi ham o'ziga yarasha shartlari bor, to'g'rimi? Sizlarga o'xshagan zabardast bo'lish kerak, ovoz imkoniyatlari keng bo'lish kerak. Keling birma-bir hozir menga qiziq bu akalarimiz shu ansambl safiga qanday kirganlar. Ozgina qisqacha shuni aytib bersangiz, chunki bizni ko'rayotgan yoshlar orasida ham sizni safingizda xizmat qilmoqchi bo'lganlari bo'lishi mumkin-da. Shunday. To'ppa-to'g'ri. Men avvalambor Muxtor Ashrafiy nomli Buxoro san'at kollejining an'anaviy xonandalik mutaxassisligi bo'yicha o'qish tugatganman. Undan keyin Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga harbiy xizmatga qabul qilindim. Undan keyin qolaversa Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ashula va raqs ansambliga o'ziga xos tanlovlar asosida kelib, har xil tanlovlar bo'ldi, ularda ishtirok qilib ishga qabul qilindim. Shu yerga kelib xizmat burchimni davom ettiryapman. Men esa harbiy xizmatga salkam past 2 yil o'tib qoldi. Oldin Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida madaniyat markazida faoliyatimni yurgizardim. Shularni harbiy akalarimizni yuzlariga tushib, ovozlarimni eshitib, harbiy xizmatga chaqirishdi. Harbiy xizmatga borib kelgandan so'ng Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ansambliga tanlov asosida qabul qilindim. O'zim hozirda Madaniyat va san'at instituti Farg'ona mintaqali filialining talabasiman. Hali talabasiz? Yo'q, o'qishni ham bitirdim. Endi halijon o'qishni ham bitirdim. Mana ishlab yuribmiz ko'p orzular amalga oshish xususiyatiga ega. Albatta. Ajoyib. Eng tajribalisiz siz menimcha. O'zimiz starshimiz. 2013-yildan buyon Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari safida xizmat qilib kelmoqdaman. Xuddi Muhriddin aytganidek, bosqichma-bosqich ko'rik tanlovlardan o'tib ansambl safiga kelib qo'shilganmiz. Hozirgi kunda men ham O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va san'at instituti 5-bosqich talabasiman. Aynan. Hech bir erta-kechi yo'qda o'zi. Ham o'qib, ham xizmat qilish bu juda bir yaxshi ham qiyin, buni mas'uliyati ham boshqacha bo'ladi. Va bu ansamblda ijod qilish sizga o'zgacha kuch va faxr bersa ham kerak ijodingizga. Albatta, bu ansambl anaqasida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ashula va raqs ansambli tarkibida biz olis hududlarga borib, aholi chegara oldi hududlarda harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolariga konsert dasturlarini uyushtiramiz. Bu biz uchun sharaf. Harbiy xizmatchilarning ruhiyatini ko'tarish, vatanparvarlik haqidagi qo'shiqlar bilan ularning saviyasini oshirib, xizmatga bo'lgan intilishini yanada oshirishda qo'ldan kelgancha yordam berib kelmoqdamiz. Baribir balki nima deydi, insonning ichidagi o'zgacha bir g'urur, o'zgacha bir iftixor bilan qo'shiq kuylaysizda. To'g'risi gap, mana shu formani kiysangiz shunaqa ruh bag'ishlaydi. Qolgan nimalardan ko'ra Davlat xavfsizlik xizmatida tarkibida bo'lish o'zi bir sharaf ansambli tarkibida bo'lish. Va men yana bir narsani alohida aytib o'tmoqchiman. Mana shu ko'ksingizni bezab turgan bu xalqaro esdalik ko'krak nishoni. Adashmasam, ruxsatingiz bilan o'qib eshittirmoqchiman. Dehqonov Anvarjon Akmaljon o'g'li yaqinda Ilm ma'rifat markazining 2025-yil 4-sentyabr kungi 73-sonli buyrug'iga asosan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi miqyosida tashkil etilgan Milliy iftixor xalqaro esdalik ko'krak nishoni bilan taqdirlandilar. Tabriklaymiz. Rahmat kattaga, albatta bu bayramga katta tuhfa bo'ldi. Bizga biz ham kutmaydik buni. Bu ansamblimizni barcha ijodkorlarga, xonandalarga, sozandalarga bu medal katta ruh berdi. Shu medal orqali endi birga yana mashaqqatimiz oshdi, yanada ijod qilamiz ko'proq. Biz undadi ijod chorrahasiga undadi. O'z umuman harbiy intizom bilan ijodiy erkinlikni sahnada uyg'unlashtirib bo'ladimi? Insonda ruhiyatida bo'lsa o'zida, shu meni bo'lsa harbiy xizmatga o'ta yuqori dunyo qarashi bo'lsa, buni eplasa bo'ladi. Bizni hali bitta generalga savol berishgan ekanda. Siz general ekansiz. Qanday bu lavozimga erishdi desa, aytganki, men ishxonada generalman, uyda meni xotinim general. Qanchalik oila a'zolarimiz, biz ayollarimiz qanchalik bizga ruhiyat berib tursa, ishimizga ham shunchalik yaxshi ta'sir qiladi. Bemalol borib bir kuningiz ishlab, kuningiz mazmunli o'tadi.
Albatta, qarang, hamma sohada baribir oila a'zolarining O'rni bor. sevgili yorning o'rni juda ham alohida. Ayniqsa harbiylarimizning mana shu davlat xavfsizlik xizmati organlari xodimlarining xullas tinchligimizga hissa qo'shayotgan barchaning turmush o'rtoqlariga rahmat aytmoqchiman men. Chunki ular ham birdek ana shunday bir vatanga xizmat qilishyapti-da. Shunday jasorat egalari. Hozir bizda reklama vaqti ekan, reklamadan keyin yana chiroyli vatanni madh etadigan zabardast qo'shiqlar bilan qaytamiz. Marhamat. Elimizni saqlaymiz, hushyormiz har dam. Niyatlari qabohat, yovuzliklardan. Bir jonu bir tan bo'lib turarmiz bardam. Bizga ishonch madadkor, jonajon vatan. Bir jonu bir tan bo'lib turarmiz bardam. Bizga ishonch madadkor, jonajon vatan. Mening elim bog'roq, bepoyon gulzor. Hayotimning mazmuni shu yurt quvonchi. Biz bormizki xalqimiz ko'rmagay azor. Haddimizni bukolmas biror yolg'onchi. Biz bormizki xalqimiz ko'rmagay azor. Haddimizni bukolmas biror yolg'onchi. Yurtboshimiz ishonchini oqlaymiz doim. Bunga bizlar vijdon ila qasam yod qilgan. Yurtboshimiz ishonchini oqlaymiz doim. Bunga bizlar vijdon ila qasam yod qilgan. Yurtimiz istiqloli bo'lsin barqaror. Go'daklarning kulgusi quvonchga to'lsin. Ozod elim bag'ringda tinch va baxtiyor. Mustaqillik yurtimga muborak bo'lsin. Ozod elim bag'ringda tinch va baxtiyor. Mustaqillik yurtimga muborak bo'lsin. Yurtboshimiz ishonchini oqlaymiz doim. Bunga bizlar vijdon ila qasam yod qilgan. Yurtboshimiz ishonchini oqlaymiz doim. Bunga bizlar vijdon ila qasam yod qilgan. Vazifamizdir ayon, aniq va ravshan. Yarashgaydir yurtimga gul bog'i bo'ston. Har taraf obod chiroy ochmoqda gulshan. To abad yashnayversin bir O'zbekiston. Yurtboshimiz ishonchini oqlaymiz doim. Bunga bizlar vijdon ila qasam yod qilgan. Yurtboshimiz ishonchini oqlaymiz doim. Bunga bizlar vijdon ila qasam yod qilgan. Bunga bizlar vijdon ila qasam yod qilgan. Bunga bizlar vijdon ila qasam yod qilgan. Judayam go'zal, boshqacha bir shijoat bor qo'shiqda va ovoz ham shunga mosda. Xuddi shunday e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shunday qo'shiqlarni yuki borda, buni o'zgacha hayajon bilan kuylamasdan hech ham iloji bo'lmasa kerak. Shunday. Bunaqangi qo'shiqlarni ijro etishda bizga mana shu forma kiyib turganimiz albatta kuch beradi. O'sha yurtimizning olis hududlarida, chekka joylarida xizmat qilayotgan chegarachilarimizni biz xizmatidan bo'sh vaqtida unumli foydalanish maqsadida madaniy xordiq berish uchun konsertlar tashkillashtiramiz. Konsertlardan ular ruhlanib, xizmatga bo'lgan shijoatlari oshishiga o'zimizni hissamizni albatta qo'shgan bo'lsak, bundan
benihoyatda xursand bo'lib, ijod qilishga yanada ishtiyoq kuch kuchayaveradi. Qoyil va menimcha mana shu qo'shiqlar ijro etilayotganda har biringiz baribir harbiy xizmatda bo'lgansiz. Chegara qo'shinlarni qaysidir ma'noda xizmatini ko'rib borasiz. Shuni his qilib, shuni ko'z oldingizdan o'tkazib aytsangiz kerak edi. Balki shuning uchun ham haligi yuraklarga yetib borsa kerak edi. Albatta, harbiy formada qanchalik qo'shiq aytib, shunchalik ijro qilsangiz keladiki, uni endi ta'riflashga til ojiz. Kechaga hududlarimiz ham Orif akam aytib o'tganda, madaniy konsertlarni bersak, harbiy xizmatchilar keladi, bitta gitarada qo'shiq aytadi yoki bo'lmasam ijroda jonli ijro qiladi, chunki ansamblimizda hamma sozanlar tarkibimiz boradi. Sardor akam bitta mana shu muzikantni bitta saralab olib, kelayotsa ular bilan telefon orqali ishlab, hamma nima bo'sh vaqtini topadi. Qoyil. Shunaqa ijodkorlarimiz ko'p. Ajoyib. Oila a'zolari ham menimcha o'zgacha bir faxrda bo'lsa kerak. Shunday chiroyli formalaringlar yarashib turadi sahnaga chiqqaningizda yoki televizor orqali ko'rganda, balki katta ehtimol bilan hozir uydagilar ham tomosha qiladi. Albatta. Boshqacha bir hayajon bo'lsa kerak ularda ham va boshqacha bir faxr bo'lsa kerak. Jonli efirga kelishimizdan oldin uydagilarimiz birinchi bizni tayyorgarlik ko'rgizib, keyin O'tirib suhbat bo'lib, shunaqa bo'lib deydi. Ajoyib. Albatta, hazil, lekin baribir oila a'zolarimiz bilan shunchalik bizga yuqori rahbariyat beryaptiki, e'tibor, shunga rahmat aytib qolamiz. Qolaversa, bizni ansamblimizning shaxs tarkibimizda ham tavallud ayyom topgan opamiz borlar. Onajonim, marhamat, tabriklashingiz mumkin. Bizni Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ashula raqs ansambli raqqosasi Nigoraxonim Abdullayevani hamda ansamblimizning xonandasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Milena Matmusayevaning bugun tavallud ayyomlari. O'sha harbiy xizmatchimiz hamda xizmatchimizning tavallud ayyomlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Biz ham har ikkala ijodkorni chin dildan tabriklaymiz, ijodiy muvaffaqiyat tilaymiz. Ana shunday nima deydi, yurt xizmatidan hech qachon charchamang deymiz. Kuch-quvvat, shijoat va oilaviy baxt, xotirjamlik tilaymiz. Biz sizni yana bir marta sahnaga taklif etmoqchimiz, chunki Askar o'g'lingiz degan qo'shig'imiz bor. Ana shu qo'shiqni ijro etib bersangiz, menimcha nur ustiga nur bo'ladi. Bayramona bir kun bo'layapti bugun. Albatta, ruxsat etsangiz, bu qo'shiqni aytishda o'zi niyat bo'lganda oldin. O'sha harbiy xizmat kelishdan oldin onamlar rahmatli shunaqa deganlarki, o'g'lim seni harbiy xizmatchi qilaman, harbiy xizmatchi qilaman, shu uchun yozilgan qo'shiq. Demak, marhamat. Barcha askar o'g'illar nomidan onalarga bag'ishlanadi demak. Omonmisiz aziz onajon, bardoshingiz tog'dayin yuksak, sizning bergan nasihatingiz unutmadi askar o'g'lingiz. Vatanimni asrayman har doim, toki bordir bu tandagi jon. G'am chekmasin aslo ko'nglingiz, sog' salomat askar o'g'lingiz. Vatanimni asrayman har doim, toki bordir bu tandagi jon. G'am chekmasin aslo ko'nglingiz, sog' salomat askar o'g'lingiz. Tuzingiz oqlayman garchi, uzolmadim hali qarzimni. Xizmat qilib el yurtimga ado etsam deyman farzimni. Vatanimni asrayman har doim, toki bordir bu tandagi jon.
g'am chekmasin aslo ko'nglingiz sog' salomat askar ruhlingiz vatanimni asrayman har on toki bordir bu tandagi jon g'am chekmasin aslo ko'nglingiz sog' salomat askar ruhlingiz Judayam chiroyli, go'zal qo'shiq va chindan ham shu askarlarning ichidagi gaplari ekanda onalariga va hozir balki ekran qarshisida bizni ana shunday onalar tomosha qilayotgan bo'lishlari mumkin. Mumkin emas, nazarimda aniq. Farzandi armiyada, harbiy xizmatda bo'lib turgan onajonlarga ham alohida minnatdorliklarimizni bildiramiz. Chunki siz ham qahramonsiz. Qahramon askarning onasi albatta ikki hissa qahramon bo'lishga munosib. Ayni daqiqalarda esa reklama vaqti ekan. Biz reklamadan keyin qaytamiz, marhamat. Biz jonli efirdamiz aziz do'stlar va sizga yaxshi kayfiyat hamda vatanga bo'lgan o'zgacha bir muhabbat, ana shu muhabbat bilan ichda yonayotgan bir g'ururni qaysidir ma'noda taqdim etishga harakat qilyapmiz. Uni biz emas, Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ansamblining yana shunday zabardast o'g'lonlari taqdim etyapti go'zal qo'shiqlari bilan. Yana bir marta sizga va siz orqali barcha hamkasblaringizga bayram muborak. Rahmat katta. Hozir reklama paytida bir mavzuda suhbatlashdik va mana shu mavzuda menimcha efirda ham gaplashsa bo'ladi. Bilasizmi? Bu akalarimiz san'atkor, ijodkor bo'lgani bilan umrining katta qismi yo'lda, turli hududlarda o'tadi. Qish deymizmi, yoz deymizmi, ahamiyatsiz. 10 kundan shu respublika bo'ylab ijodiy safarga yo'l olishadi. Shu bilan nima deydi? Xizmatchilarimizni, askarlarimizni, harbiylarimizni, Davlat xavfsizlik xizmati tasarrufida xizmat qilayotgan barchani oila a'zolarining kayfiyatini ko'tarib qaytishadi. Albatta. 10 kunlab ketar ekansiz. 10 kunlab, 15 kunlab kerak bo'lsa chekka olis hududlarda ham xizmat burchini bajarayotgan harbiy xizmatchilarimiz, ularning oila a'zolariga konsert dasturlarini uyushtirib askarlarimiz ruhiyatini ko'tarib qaytamiz. U qish bo'ladimi, yoz bo'ladimi, ahamiyatsiz. Ansamblimizning 25 yiliga tashkil topgan kuni munosabati bilan Qoraqalpog'iston tomonidan biz harbiy ansamblimizga shunday KAMAZ avtomobili berildi. Hali O'zbekistonda birinchi bo'lib adashmasam, to'g'rimi? Ichida endi hamma yo'q bor. Muzikantlarga ham, sharoitlarga ham, ko'chma mobil markazida. Qoyil. Bu zo'r bo'pti. Bizning ansamblimizga yuqori rahbariyatimizning bo'lgan e'tibor deb bilamiz. Albatta. Chunki ijodkorga baribir shart-sharoit kerak-da, kiyim almashtirish uchun. Shunaqa hamma sharoiti bor. Ana. Zamonaviy ko'chma studiya. Qoyil. Bu rostdan ham katta imkoniyat. Katta imkoniyat. Endi zo'r sharoit. Nima? Bunga qo'shiqlar, yangi qo'shiqlar qilishimiz kerak. Bunga labbayda javob berish kerak. Yangi ijodlar qilishimiz kerak. Hozir shunga rosa ishlayapmiz. Ansamblimizda hamma xonanda, sozandalar bilan birgalikda. Qoyil. Bu uchun yuqori rahbariyatimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz albatta. Ansambl repertuaridan asosan qanday qo'shiqlar egallaydi? Saf qo'shiqlari qolaversa, turli vatanimizni madh etgan qo'shiqlarimiz. Kimdir tavsiya beradimi? Aynan mana shu repertuarni shakllantirishda yoki o'zingiz har kimni o'zini ovoz holatidan kelib chiqqan holda qo'shiq masalan ovoziga tushishi kerak, to'g'rimi? Shunga qarab ijro qilinadi. Saf qo'shiqlari qolaversa boshqa masalan chet el qo'shiqlari ijro qilinadi, milliy qo'shiqlar ijro qilinadi, o'zimizning maqom qo'shiqlardan. Har taraflama iste'dod egalari bor bizani ansamblimizda. Esa yozuvchilar uyushmasiga ham borib turamiz, ko'proq borib turib ular bilan ham suhbat qilganda har xil she'rlarni taklif qilishadi. Askarlarimiz tomonidan yozilgan, sevgan yoriga, onasiga, muhabbatini
madh etgan qo'shiqlarimiz bo'ladi. Demak, uchrashuvlarda, konsertlarda ana shu askarlar ham beradi. Birgalikda she'rlarni. ijodiy hamkorlik qilib turmasak bulardan bo'lmaydi. Ana shunda dildan bo'ladi-da, haligi haqiqiy bo'ladi-da. O'sha sog'inch, o'sha muhabbat o'sha paytda yozilgan bo'ladi, his qilgan inson tomonidan yozilgan bo'ladi. Vatanni his qilgan insondan yaxshi she'rlar chiqadi, yaxshi so'zlamonlar chiqadi. To'g'ri. Va hozir bir narsani gapirib berayotgandingiz, shu tomoshabinlarga ham qiziq bo'lsa kerak. Buxoroni Romitanida bo'lganimizda ajoyib bir hududga ko'zimiz tushdi degan fikrlarni bildirdingiz. Endi siz ko'p yo'l yurasiz, ko'p chekka hududlarda, chegara hududlarda bo'lasiz. U yerdagi hayot ham masalan bizga, bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarga qiziqdi. Shu Buxoro misolida gapirib bering. Endi Buxoro misolida bir narsaga e'tibor berdim-da, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsangiz, turli davlatlarda har xil siyosatlar bo'ladi, har xil joylarda insonlar o'qiydi-da. Men vatanga muhabbatim shunaqa jo'shib ketdi, shunaqa oshib ketdi. O'zbekligimdan faxrlandim o'shada. Savol ko'zga yosh olib o'zbekligimdan faxrlandim. Joyga bordik, konsertga aholi punktining o'zi, aholi punktida konsert 11 dona. 11 donaning ichida maktabi bor. Qolaversa politsiyasi bor. Dorixonasi bor. Ham o'sha siyosiy partiya yurg'izadigan partiyadoshlari bor. Deputatlar saylangan. Albatta, men ko'rib shu darajada faxrlan. Maktabini eshitganda qiziqasiz-da. Maktabini eshitganmiz. Maktabini eshitganimizda maktabida o'sha har bir sinfda bitta donadan 8-sinf qolaversa 2ta, 3ta dona sanoqli. U hammasini jamlasangiz 8-sinfda bitta sinfda 2 nafar bola uchun ham maktab ishlayapti. O'qituvchilar ishlayapti. O'zbekistonning shunaqa jannat makon o'lkaki, Xitoy ijtimoiy tarmoqda Xitoyda bitta tumanida o'quvchi maktabga borar ekanda, poyezd rels qo'yilgan, olinmagan, faqat bir dona uzr. Shunda o'yladim, ijtimoiy tarmoqlarda qo'yarsa kerak desam, o'zim ko'rib shunaqa faxrlandim. Qarayman. Ana shu bolalar bir nafarmi, 2 nafarmi maktabga borishga qiynalmasin deb, ular yashaydigan hududning o'zida maktab, imkoniyat yaratilganda, shifoxona hammasi. Ana shuni aytayapman-da, bugun O'zbekistonda chekka hududlarda ham aholi uchun, xalq uchun juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Shuni ko'rib kelgan inson sifatida mana siz o'zingiz aytib beryapsiz. Ajoyib. Nima ham deymiz, siz bilan suhbatlashib maza qildik, qo'shiqlarni eshitib maza qilyapmiz va fursatdan foydalanib yana bir marta shu hamkasblaringizni kasb bayrami bilan tabriklash imkoniyati bor sizda. Kim boshlaydi? O'zim boshlayman bo'lmasa. Avvalambor yurtimiz tinchligi, sarhadlarimiz osoyishtaligi uchun tunu kun mehnat qilib, o'zini jonini ayamasdan sarhadlarimizda tikka turib xizmat qilayotgan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlarini bugungi ayyom bilan chin yurakdan tabriklayman. Xonadonlarda hamisha yaxshi kunlar bo'lib, faqat yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin. Barcha safdoshlarimizni bugungi bayram bilan Davlat xavfsizligi xizmati, qolaversa chegara qo'shinlarida xizmat qilayotgan barcha safdoshlarimizni bugungi bayram bilan tabriklab qolamiz. Bizning maqsadimiz shunaqaki, doimo yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, chegaralarimiz doimo mustahkam bo'lsin deb qolamiz. Aytganingiz kelsin. Shu olis yurtimizning olis hududlarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarimiz, chegarachilarimiz, ularning oila a'zolari, bundan tashqari ularni voyaga yetkazgan ota-onalarni bu bayram bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sababi ota-onalari o'sha kasb egasi bo'lishiga sababchi avvalo. Albatta. Barchani mana shu Davlat xavfsizlik xizmati xodimlarini mana shu kasb bayrami bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Kasb bayrami muborak bo'lsin. Studiyamizga kelganingiz uchun rahmat. Yana bir marta sizni va siz orqali barcha Davlat xavfsizlik xizmati xodimlarini mana shu kasb bayrami bilan chin dildan muborakbod etamiz. Boringizga shukr deymiz. Siz borsizki, biz xotirjam uxlaymiz, chegaralarimiz mustahkam qo'riqlanmoqda va mana shu sharafli kasbingizda sizga omad hamda zafarlar tilaymiz. Bugun studiyamizda Orifjon Yusupov, Anvar Dehqonov, Muhriddin Ahmedov, Sardorbek Abdusalomov, Abdulaziz Mahamboyevlar mehmon bo'lishdi. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ansamblining
ajoyib o'g'lonlari. Sizga yana bir marta katta rahmat. Aziz do'stlar, mana shu nuqtada bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Bizga bo'lgan e'tibor uchun rahmat. O'zingiz va yaqinlaringizni har doim ehtiyot qiling. Kuningiz fayzli va barokatli o'tsin, yo'lingizdan faqat yaxshilar chiqsin va yaxshilar qo'lingizdan tutsin. Va Muhriddin akadan Nargiz qo'shig'ini eshitamiz. Mana shu qo'shiq bilan bugungi dasturga yakun yasaymiz. Marhamat. Rahmat azizlar. Ko'zgusiga olay hayron Nargiz, ko'zing oldida turur surati bejon Nargiz, go'yo topdi chaman sor xiroming xabarin. Hey, qosh etar har kecha gulshanda charog'on Nargiz, oh Nargiz, xabar olmaysan hargiz, xabar olmaysan hargiz. Garchi gulzoriga bordur sababim ziynati zayn, sen kabi bo'lmadi bir sham shabiston Nargiz. Har kecha gulshan erur o'ylaki fanusi xayol. Hey, qosh etar har kecha gulshanda charog'on Nargiz, oh Nargiz, xabar olmaysan hargiz, xabar olmaysan hargiz. Tashna shahlo ko'zi zulfun sunbul yanli, qurbon bo'lsin alizor parishon Nargiz. Lalijon baxshing erur